alaykum, Qo'soy kuzatib boruvchilari. Mana bugun dushanba kunimizni boshlab oldik. Alloh kuch-quvvat bersin hammamizga. Bitta hop 16 millionlik plus eshik romimiz bor. Bitta to'rtta 260 ga 1.47 to'rtta rom, o'rtasi ikkita ochiladi. Ag'da 1.5 ga 2 metr ikkita ikki qanotli eshik. Hop, Kasparov plus materialdan so'ragandi klientimiz. Shundan qilib beryapmiz. 100% temir qilib. Choylarni ko'rishingiz mumkin. Rezinkalar SPS 5107 rezinka. Bag'da qanotlariga ham mana o'zaki fachlar bo'lsa 100% metal solingan. O'rta kesaklariga, kosalariga. Mana rezinkamiz. Tagazat uchun SPS bosma rezinkalar mana. Hammasi SPS rezinka. Tashqarida hop bag'da bitta alyumin zolotoy teraskamiz bitga 22 million 500 ming ga dogovor qilganmiz. 2 qavat yoduyayni padagonniylari bilan olib borib o'rnatib chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Ruchkalari original ruchka. Hamma yo'g'i go'zal holatda. Bunimiz hop Kasparovdan qilinayotgan oq materialimiz, plus material Quvatumanga 16 million. Bunisi Quvasoy shahar Qo'chqorchi mahallasi MFYga 22 million 500 ming. Bag'da 21 millionga yana bitta teraskamiz bor. Andijon viloyat Marhamat tumaniga, Polvontosh qishlog'iga bo'lyapti. Hop, bitta 6 ta rom, ikkita ikki qanotli vitraji bor, eshik yonida nimalari bilan, romlari bilan. Mana materiallarimiz. Kasparov tumani balkonlari. Redpen zolotoy. Mana kosalari. Hozir 3 ta rom yasaymiz Redpen plasdan. Bag'da bitta eshigi bor, Alprof alyumin, hop balkon profildan bo'ladi, 12 santimetrlik. Hamma yo'g'i go'zal holatda qilib beramiz. Eshiklarimiz xudo xolasa ligirovkalarini qilib bitgan holatini ham obzor qilib beramiz. Hamma choklari joyida, go'zal holatda.